Mikroavuz buqalar, hurmatli obunachilar. Assalomu alaykum, hurmatli Vodiy buqa kanalining ashaddiy obunachilari, chorvadorlar, chorva sevar insonlar. 2026-yil 13-yanvar hafta kuniga seshanba nech pul bo'ldi bu? 17 million 100 ming so'm. Hafta kuniga seshanba Andijon viloyati Shahrixon Cho'ja Oldonbek chorva bozorida sizlar uchun bugungi novoslarni narx-navosini ko'rsatib yorib beramiz. Videoni boshida bir dona like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmaysizlar. Mikroavuzlar nech puldan? 25 million. Nima deya bozor? Vodiy buqalari. Nech pul? Uchosi bir joyga 47 million. Ishtasimi? Yuri. Nech puldan berib yuborasiz? Chiroyli narsalar, qarang. Oq boshlar. Bir xillar. O'tib turing boy aka. Mana hurmatli obunachilar. Ishqivozga nomer bormi? Bor, 94 yozdi. 94 434. 434 Yana 3486. 3486. Aloqaga chiqarasizlar qilsanglar. Yeb ichish zo'ra? Zo'r, uda. Akalar, novos olmoqchi bo'lib kelmoqchi bo'lsangiz, kelaveringlar. Libr juda ham ko'p. Novos olmasdan ketmaysiz. Xudo xolasa yoqadigan novos chiqar. Nech pul bo'ldi bu? 19 nech puldan? 19 million so'mdan savdo bo'lyapti. Ular xatti mollari bu aka. Ha? Rossiyaniki. Rossiyskiy mollar ekan, hurmatli obunachilar. Mana 9 ta bor. 9 bor. Yangiroq sotamizmi? 19 dan qilishadi o'zi. Bitta ashitda kattarog'i bor, shundan tashqari hamma. 19 milliondan savdo bo'lyapti. Nomer beraylik-chi aka? 90. 834 834 83 83 93. 93 Ishqo'z bo'lsalar aloqaga chiqarsizlar. 14,5 million. Nech pul bo'ldi bu? 65 ta. Tarozi 65 million. Nima qilasiz buni? Nima qilasiz? Qo'yganim? Uruqqa. 65 mingdan taroziga sotildi. Uruqqa ekan. Aka bozoringiz bersin. 22 dan beri kami bor. Vodiy buqalarimi, bozor shamolimi? Vodiy buqalari. Vodiy buqalariga bosing. Va vodiy buqalariga maxsus programmani o'zgartirib oling. Nech pul? 22 dan kami bor deyapti. Bizni kanaldan telefon qilishsa-chi? Sizni kanalingizdan telefon qilsa 21,5 dan kam bor deyapti. Dastlabkasi mutlaqo bepul. Dastlabkasi vodiy buqalaridan mutlaqo tekin. Joni sog'. Mana akalar. O'zi bir joyga olib qo'yadigan ekan, ko'sini ham qarang. Tashab qo'ysa yayiradigan. Bittasi rossiyskiy, bittasi shved. Necha oydan bular? Yosh Egasini gapi 7-8 oydan bo'lsa. egasini gapi. Gap yo'q. 7-8 oydan kommentariyada tuturganmisan? Boshida bormi deyir, abdomdami deyishvoradi. Yeb ishiga javob berasizmi? Yeb ichiga 5% Javob beradi. 24 soat bozorda topshaveradi. Bir joyga nech pul yaqin qilib aytingchi. 39 millionga beryapsan chupini, qo'shsa sotaman. 39 million so'mga hurmatli obunachilar bir joyga sotilmayapti. Rossiyskiy shved. Ishqo'z bo'lsa-da omad butun ekan. Egasini ham bu yerdan ko'rsatib qo'ying, tanishib olsin. Ha, egasini tanimagan odam yo'q. Bozorda ham, Xo'roz bozorida ham, Xo'roz o'yinda ham hamma yoqda taniydi. Nomer ayting. 90 831 831 60 21. 21. Rasa uradigan yomoni ham bor. Ko'tarsa sotamiz. Xo'rozdan sotaveradi. Mashisi bor. Ha, gap yo'q. Bozoringizni bersin. Xo'p. Xo'p, davom etamiz. Voy jonivor, u gibrid buqani qarang. Gibrid novasi qarang. Aka nech pul bermayapsiz buni? Berilmayapti. Ne? 33 ga berilmayapti. Shunaqa? Ha, 31 million 300 ming so'm. Ya bular nech bilan bo'ldi? Boy aka, sotdinglarmi? Sotmadinglarmi? Sotilmabdi xullas, ucho'z. Gap yo'q. Yo'q, vodiy buqalari. Boy aka, buni yoshiga to'ldimi bu? 12 oylik. Jonivor hali o'sar bu, ha? Gibrid ekanda bu. Rossiyaga semental bo'lsa kerak menimcha. Tortyapti-yu. Challa semental va rossiyskiy molga o'xshaydi. Vodiy buqalari. Mana, obunachilar. Ishqivozga nomer bormi?
Ayting. 93'lük. 93lik. 785 785 55 55 15. 15. Manzil qayerda? Andijon shaharida. Andijon shaharida. Dastavka qilib berasiz kelishib qolsa. Kelishadi. Sotilib ketib qolsa bormi yana? Yo'q, Yo'q, ha? Dehqonchilik. Ha, dehqonchilik. Xunajini bor. Unajini bor. Aloqa qilish ko'rasiz. Unajini. Undan Kelishasizda. Bozorlarni bersin. Boyaga necha pul bular? 33 pachka bo'lib qopti-yu jonivorlar. Necha pul qildi? 26 million 500 ming so'm. 8 oy. Jonivor, mashalloh. Molxonangizda tursa ham mazza qilasizda bu mollar. Kim nomini edi bu? Qarang. Olingani lekin yeb ichari. Siz savdo qilyapsiz? 23,5? 26,5. 26,5 buni. Malades. Butun ekan omad buqa boru. Shu xolosmi? Shu xolos. Necha pul bo'libdi Avlikul? Avlikul necha pul bo'ldi? Necha puldan bo'ldi bular? 271 million so'm bo'ldi. Aka necha pul bo'ldi bu? Boy aka. Necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi aka? Chota bozorda esa yuralimiz shekilli. Eshitadi barakalar ko'ramiz shekilli. Necha pul bo'ldi bu? Necha pul bo'ldi? 64 million 3 tasi bu. Necha pul bo'libdi aka bu? 38,5 million bu. Bundini sekinroq torting aka, bundini. 5,5 milliondan bo'libdi qo'ylar. So'lovlar. Oho. Yuring. Onasiniga tiqib bordi. Aka necha pul bo'libdi bu? Bu Angus necha pul bo'ldi aka? Qisirmi bu? Ishlarda barakalar ko'rib ko'ramiz. Ishlari o'ta tiqin ekan obunasini. Ashin so'ray desam eshitmayapman. 30 million so'm bo'libdi. Qisir ekan. Hurmatli akalar, ukalar, Vodiy Buqa kanalini kuzatuvchilar, like bosib, kanalga mehmonlar obuna bo'lishni unutmanglar. Mana shu yerda endi biroz barakalar ko'ramiz, xudo xolasa. Angus. Mana shu bardagi bozor. Bozor bardak. Sigir necha pul bo'libdi? Oho. Bular necha puldan bo'libdi? Aka necha pul bo'ldi bu? 23,5 qistiranga. Hurmatli akalar, ukalar, chorvadorlar, bozorda qarang bardaklang. Like bosish, kanalimga mehmonlar obuna bo'lishni unutmang. Qiziqdan qiziq videolar xudo xolasa Vodiy Buqalarda ko'rasiz. Rahmat hammaga.